Sizlar bilan cheater. Bolalar, biz abadiy qoladigan merimiz Let's Play'imizning ikkinchi qismiga xush kelibsizlar deyman. O'tgan qismda biz bu chankimizni, ya'ni merimizni o'rganib chiqdik. Endi bu safar o'zimizga uy qurish ishlarini boshlaymiz yoki kichkinagina bazacha qurish boshlaymiz. Agar videoga tayyor bo'lsangiz, let's go. Mayli obunachilar, mana biz merimizga kirib oldik, ya'ni spawn bo'lganmiz. O'sha allaqachon mana bu yerda yog'ochlarimiz bor. Mana shulardan hozir foydalanib, g'alatiroq bo'lsa ham uy qurish kerak. To'xtanglar. Orqasi ochiq turadi. Ko'rasizlar. G'alati chiqsa chiqsin, lekin orqasi ochiq turaveradi. Buni tepasida turgan narsa esimda ham yo'q ekan. Necha blok edi bu tarafiga? 1 2 3 4 5 6 7 ta. Bu yerda 1 2 3 4 5 6 7 8 ta bo'lib ketibdi. Az ko'rasizlarda, lekin ishoninglar, вообще chiroyli uy chiqadi. Tur. Eskicha vijvaniyalari вообще zo'rda. Lekin bu yerda men abadiy qolaman. Toki bu yerda o'lib ketmagunimcha qolaman. O'lib ketsam bu yerga qaytib kira olmayman. O'tgan safargi vijvaniyamga o'xshab. Yana hamma narsadan ayrilgan, umuman kelayotgani yo'q. Bu mirimizga bitta data pack o'rnatilgan. O'rnatib bu bo'lmaydi demanglar. Eski data pack qo'yilgan. Tasodifiy joyda xohlagan yoki 10-kunda yoki 20-kunda bitta sandiq spawn bo'ladi. Uning ichida bizga kerak bo'lgan kerakli narsalar bo'ladi. Bu data packga lekin men tashlamayman. Kanalimizda 50 ta obunachi bo'lgandan keyin tashlayman faqat. Ungacha tashlamayman. Tayyor. 1 2 3 4 tali qilamiz o'ynalari. 3 4. Menimcha dahshat katta o'yin chiqib ketadi. Sindoq. Sal g'alati chiqdi. Tapor yo'qmi menda? Taporsiz bejaralik-ku. Bu tarafga uncha tegmay turamiz. Menga eng yoqadigan yog'och bu. Chorni dub bor, o'shan yog'och yoqadi. Qolgan yog'ochlari prosta bu bizning asosiy uyimiz bo'lib qolmaydi. Yana bir bor aytaman. Bu umuman bizning asosiy uyimizda bo'lmaydi. Bu prosta hozir yashab turishi kerak bo'ldi. Bizning asosiy uyimizda data pack qachon sandiq tashlasa, ana o'shanda
to'rttali bo'ldi. Ana, endi bizga nifiga emas, da huya. Uzrasizlar, o'zbekcha boshlamalarim. O'zbekchasiga ko'p bo'lsa kerak menimcha. Men ko'proq ruschani anaqa qilaman. Shuning uchun menga pofik. Odammisizlar sizlar ham? Bizda yo'q. Bizda tosh yo'q. Tosh kavlab kelish kerak. Tosh. Necha minutdan keyin video olinyapti? Yaxshi. Normalniy vaqt qopti. Ham tog'i mana teshib o'tib ketaymi? O'tgan safargi videomizga o'xshab. Davay, men aqlim yetadi. Ko'mir ham chiqdi. Pechkaga ham anaqa yig'ib olamiz. Tepaga qarab ketib qopti-yu. Hal tugamadi-yu. Men tugab qoldi. Ko'mir koniga duch keldik-ku. Nice. Tank bu tarafga o'tib oldik. Da normalniy. Tak vaqt yetibdi. Uy korpusini yasab oldik asosiysi. Buqani hamma ko'mirni yig'ishtirib olamiz. Bola biz uyimizni ko'rin, mana hamma ko'mirni kavlab oldim. Endi biz uyimizni ko'rinishini kichkina montajdan keyin ko'rib olasizlar. Bam. Obunachilar, mana biz uyimizni tugatdik. O'zanchadan beri o'ynab o'tiribman. Montaj jarayonida bu вообще qisqa bo'lib ketadi. Shuning uchun hozir sizlarga mana shu narsalar ko'rsatib olishim kerak. Mana narsalar olib tashlash kerak. Tomni вообще boshqa qaytib chiqmaymiz. Shuning uchun mana bularni sekin asta olib tashlaymiz. Shu tagini yo'q qolish kerak. Keyingi videoda biz eng ko'p nima deymiz? Bu hayvonlarni yoki dizaynni qilamiz. Nima qilishi kommentga yozib ketinglar. Uy вообще-то shkalat chiqqan. Uy lekin shkalat chiqdi. Qumlarni hammasini men bitib oldim. Mana. Buni men bitib ko'p edi mana shu. Hamma o'ynadan ortib mana ichinde yana bor. Invertarda. Mana uy lekin shkalat chiqqan. Endi buni ishini tugatishni o'ylayaptim. Xo'p, mayli, bugungi videomiz shu yerda tugaydi. Boshqa tomosha uchun Abdurahmon sizlar bilan cheater bo'ldi. Barchaga xayr. Keyingi videoda ko'rishguncha.